Bu suyuqlik bir necha oydan beri gormonal terapiyaga javob bermasdan hech ham so'rilmayapti va Xo'p, assalomu alaykum. 10-aprel. Bu holatni ko'rsatishimizdan maqsad yoshimizda bor yo'g'i 26 da homiladorlik bo'lmayapti deb murojaat qilishgan edi. Tuxumdonlar zaxirasi kamaygan, AMG birdan pastga tushib ketgan edi, lekin taraflanma juda ham katta. Kistozное образование topganmiz. Uni razmeri 10 cm ga yaqin edi. Uni klinikamizda laparoskopik yo'l bilan olib tashladi, lekin oradan 2-3 oy o'tmasdan yana mana bunaqa kattakon kistozное образование ko'ryapmiz. Bularni hozir ekoprogrammaga olmoqchi edik, lekin kistani kattaligi uchun ololmaymiz. Shuning uchun hozir operatsiya kisti operatsiyasiz faqatgina punksiya qilib olamiz va keyingi oydan follikullarni o'stirib, tuxumdonlar zaxirasini saqlab, embrionlarni muzlatish mo'ljal qilganmiz, chunki ko'p vaqtimiz bizani yo'q. Mana qaranglar, hozir bu 10 tuxumdonimizni hozir ko'rgandek katta kista mana полностью опорожнить qildik. Ichidan qon chiqmadi. Bachada orqasida katta miqdorda suv bor edi. Mana hozir quruq qilib, полностью olib tashladik. Matka zo'r. Xudo xolasa sразу stimulyatsiyaga olamiz va vaqt o'tkazmasdan ekamiz. Mana endi chap tomonda chiroyli tuxumdonni ko'ryapmiz. Ichida 1 2 3 4 5 6 7 dona follikul bor. Yoshi uchun kam, no, o'ng tarafda ham kam, lekin hozir harakat qilamiz bir necha oy bo'lsa ham yig'ib, чтобы kelajakda hech bo'lmasa 3 ta farzandligisi bo'lishi uchun. Matkada поражение yo'q mana. Kamizning ko'rsatgan kistalarimizdagi suyuqlik mana shunaqa miqdorda juda ko'p bu yerda. Biz endometrioidni qonli ajralma bo'ladi deb o'ylagandik, lekin unaqa emas ekan. Bu sirozli suyuqlik. Bu suyuqlik bir necha oydan beri gormonal terapiyaga javob bermasdan hech ham so'rilmayapti va bizani stimulyatsiyamizga to'sqinlik qilyapti. Chunki o'stirsak, bu ham parallelni o'sib ketish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun hozir tozalab, tuxumdonlarni zo'r holatga keltirib, endi stimulyatsiya qilib ko'ramiz inshaalloh. Ulardan ham xudo xolasa farzand bo'ladi.